Hajda bir odam qadim zamonda tavof qilyapti. Bunday qarasa bir shoda marvari dur ipiga o'tkazilingan shunday yotibdi-da. Bunday oldida bu kimniki desa hech kim meniki demadi. Yoniga solib chiqayotganda bir yoshi kattaroq bu inson endi yosh yigit bo'lgan. Men bir shoda marvaridimmi yo'qotdim, kim tob beradi shu durni deganda belgilarini so'radi. Alomatlarni, donasini, hisobini, hammasini to'g'ri aytganda haligi yigit mana deb berdi. Meni juda katta senga mukofotim bor, beraman. Ey ota, amaki, men Alloh uchun berdim. Allohdan qo'rqqanimdan, sizdan mukofot olaman deb buni berganim yo'q sizga. Alloh buni harom qilgan, egasiga topib berishim kerak. Allohdan qo'rqqanim uchun sizga berdim. Bo'lmasam qo'lingni och. Qara xonai Ka'baga. Yo Rabbi, hamma gunohlarini mag'firat qilgin. Shu dunyoda shu yigitga menga bir yaxshilik qilishimni qaytargin. Men ham shu yigitga biron bir zo'r yaxshilik qilay deb duo qildi. 5-6 yil o'tib haligi yigit endi to'yni taraddudini qilib, mol dunyo pul-mul topiydi. Kemada, dengizda tijoratga chiqqanda u dengizni dengiz qaroqchilari to'sib hamma narsani olib, odamlarni qul qilib boshqa bir mamlakatga sotib yubordi. Birovni quli bo'lib ishlab turganda bir kuni bittasi keldiki, kim novvoychilikni biladi? Hunar o'rganib qo'ygan yaxshi-da. Men bilaman dedi, haligi yigit novvoy edi. Olib ketdi, non yoptirib, bir oy non yopgandan keyin nonni hisob kitobini, sotgan nonni hisob kitobini boyni kotibi mirzasi kelib yozib berdi. Juda chiroyli o'qimishli bola bo'lgandan keyin yozib beruvdi. Xo'jayini hali xatni ko'rib, buja hisob kitobi zo'ru, non yoptirib nima qiladi, o'zimga kotib qilay deb olib kelib, shu bugundan boshlab sen idorada ishla, qullikdan ozodsan dedi. Qullikdan ozod qildida kotib bo'lib ishlab yurdi. Bir kuni xo'jayini aytdiki, menga qara, uylanmaganmisan? Yo'q. Meni bitta qizim bor, olasanmi? Mayli, men o'zim uylanadigan yoshga yetib qoldim, ham yoshim o'tib ketyapti, uylanaman. Lekin qizim juda xunuk. Yuzida, badanda dog'lari bor. Ya mayli, men sizday insonning qizi bo'lsa uylanaveraman. Husniga qaramayman dedi. To'y bo'ldi, to'y kuni qizni ko'rsa juda go'zal, qochib chiqdi bola. Xo'jayin aytdi, "Ha, boshqa qiz o'tiribdi-yu, siz aytgan qizingiz emas-ku, meni bitta qizim bor, sinashga aytgandim. O'sha meni qizim." Keyin hali qarasa shoda bo'ynida o'zi bir payt Makkada topib olgan, tavofda topib olgan shoda marvarid. Shura boydan ertasiga bu marvarid qanday qilib sizga kelib qoldi? Men bir Makkada topib oldim egasi. Bolam, o'sha senmisan? Meni tanimadingmi? O'sha durri yo'qotgan, shodani yo'qotgan menman. Topib olgan yigit senmisan? Bugundan boshlab yo Rabbi, o'zingga hamd sano. Butun bor dunyo molim shu bitta qizim eri senga berdim dedi. Sen o'ligimga ham egalik qilasan, butun mol dunyoyimga ham egalik. Allohdan asoydil yaxshilikda so'radi. Yaxshilik qilgan odamni va qarangki, Alloh sababiga olsa bir narsani qiladigan bo'lsa, birdan osmondan tushirmaydi, sekin olib keladi. O'shaning uchun har bir ishda biling, bu ne'mat Allohdir.